Assalomu alaykum hurmatli Hayot balansi kuzatuvchilari. Ramazonga ham oz qoldi va buni munosabati bilan Hayot balansi jamoasi sizning hayotingizni oson bo'lishi uchun Ramazon tavsiyalari, ya'ni 5 ta xatolik va 7 ta yechimni tavsiya etadi. Bu tavsiyalarni siz bajarar ekansiz, Ramazonda hech qanday sog'lig'ingiz bilan muammolar bo'lmaydi va eng yaxshi natijalar bilan siz Ramazondan chiqib olasiz. Hamda Ramazonni shukuhli, barokatli, fayzli o'tishini ta'minlaydi. Hayot balansi kanaliga like bosing, obuna bo'ling hamda ushbu kanal silkasini oilaviy guruhlaringizda tarqatib qo'ying. Bugun men sizga 5 ta xato va uni yechish uchun 7 ta yechimni beraman va bularga siz sinchiklab yondashing. Chunki bu 5 ta xatoni qilar ekansiz, bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, holsizlik hamda shunga o'xshagan yomon holatlar sizni qamrab oladi. Lekin 7 ta yechimni qo'llasangiz, unda sizning tanangiz yanada yosharadi hamda tanangiz haqiqiy darajada autofagiyani his qiladi. Buni natijasida siz Ramazondan olayotgan shukuhingiz bilan birgalikda yana ham sog'lomlashasiz. Ramazongacha bir hafta qolganda siz o'zingizni tanangizni to'g'irlashingiz kerak. Ya'ni tanani to'g'irlash degani bu birinchi navbatda uyquni to'g'irlash bilan kechadi. Ya'ni birinchi xato bu bizning vaqtli uxlamasligimiz, ya'ni kech uxlashimiz. Kech uxlash tanani tez charchashiga hamda saharlik paytida uyg'ona olmaslikka sabab bo'ladi. Shuning uchun Ramazonga start boshlanishidan oldin siz uyqungizni to'g'irlab boring. Har doim bir hafta davomida 20-30 daqiqa vaqtliroq uxlashga harakat qiling. Bu eng kerakli narsa. Ikkinchi xato bu bizning tanamizda kofeinning miqdorini ortib ketganligi. Ya'ni ko'pchilik energetik ichimliklar hamda kofe bilan kofeinni tanasiga ko'p miqdorda kiritadi. Kofein bu tanadagi ko'plab moddalarni sun'iy ravishda aktivlashtiradi. Buni oldini olish uchun siz ko'p miqdorda suv iste'moliga muhtoj bo'lasiz. Kunduzgi paytlarda ko'p suvga ehtiyojingiz bo'lganligi uchun siz kofeinni kamaytirishingiz kerak. Agar kofeinni kamaytirmasangiz, suv bilan bog'liq muammolaringiz yuzaga keladi. Aynan kofeindan keyin shama qilganimdek suv rejimi bu bir kunda har 1 kilogramm uchun 30 millilitrdan iste'mol qilinishi kerak edi. Va aynan bu miqdor o'zgarmasligi kerak. Ya'ni tanangizni saharlik paytida aynan siz suvga to'yintirib olishingiz kerak. Ovqatdan ham ko'ra ko'proq suvga ehtiyojimiz tanamizda juda ham yuqori bo'ladi. Shuni yodingizdan ko'tarmang. Ya'ni saharlik va iftorlik paytida 2 litrga yaqin suv iste'mol qiling. Ovqat iste'mol qilmasangiz ham. 4-xato bu og'ir ovqatlar. Og'ir ovqatlarni siz iste'mol qilmang. Ya'ni men ulamo sifatida aytmayman, shunchaki tibbiyot xodimi, shifokor sifatida aytishim mumkinki, siz doimiy kaloriyani olishingiz kerak emas. Oldin qanday nonushta qilayotgan bo'lsangiz, shu nonushtani saharlikka, oldingi kechki ovqatingizni esa iftorlikka mo'ljallang va undan ortiqcha iste'mol qilmang. Bu esa ro'zaning eng asosiy qoidalaridan biri hisoblanadi. 5-xato. Ovqatning miqdori hamda uning vaqtlari o'zgargani kabi inson tanasida ham o'zgarishlar sodir bo'ladi. Bu esa qabziyatda namoyon bo'lishi mumkin. Aynan safroning dimlanishi, surunkali xolesistit bor insonlarda bu o't qopining dimlanishi bilan kechadi. Shuning uchun buni oldini olish uchun o't qopiga toshlar bo'lmagan holatda siz o't haydovchi choylardan, o't haydovchi dorilardan iste'mol qiling. Bu sizning tanangizni yana ham yaxshi ishlashiga yordam beradi va Ramazon shukuhini buzmasligini ta'minlab beradi. Va 6-muhim qism bu aynan dori ichadigan insonlarga bag'ishlanadi. Ya'ni siz qandaydir dorilarni ichasiz va ularning vaqti o'zgarib ketadi. Ko'pchilik bemorlarimiz bor yoki yoshi katta otaxon, onaxonlarimiz bor. Ularda qandli diabet, surunkali kasalliklar mavjud, yurak bilan bog'liq kasalliklar mavjud. Bunday holatlarda dorilarni qanday iste'mol qilish kerak? Dorilarni aynan tabletka ko'rinishini o'zingizni davolovchi shifokoringiz bilan maslahatlashgan holda ko'chirishingiz mumkin. Lekin albatta bu joyni ochiq qoldiraman. Yoki bo'lmasam kommentariyada yozib qoldiring, sizga qo'limizdan kelgancha shaxsan o'zim javob berishga harakat qilaman. 7-muhim qism, ya'ni xatoliklar bor qism. Bu joyda biz surunkali kasalliklar haqida gaplashamiz. Bunda qandli diabet, surunkali yurak ishemik kasalliklari va tanadagi ko'plab og'ir kasalliklar bor insonlar Ramazon oyida ro'za tutishlari mumkinmi?
Bunday savolga siz o'zingizni davolovchi shifokoringizdan javob olasiz. Va aynan surunkali qandli diabet bilan og'rigan bemorlarimizning ikkinchi tip va birinchi tiplari davolanish mavsumida bo'ladigan bo'lsalar, unda ro'za tutishlari mumkin emas. Bunday holatda gipoglikemik holat yoki gipoglikemik shok bo'lishi mumkin va shokdan odam koma darajasiga o'tib qoladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lgan holda o'zingizni davolovchi shifokoringizga albatta bog'laning. Ramazonda eng yaxshi biohackingni o'rgataman. Bu sizning tartibga rioya qilishingiz. Ya'ni tartibga rioya qilish shunchaki og'izda aytish oson, lekin amalda qilish bepul bo'lsa ham qiyin hisoblanadi. Birinchi 3 kun. Birinchi 3 kun sizni tanangiz moslashuvchi davr va bu davrda siz eng asosiy narsalarga e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni bularning birinchisi bu suv iste'moli. Suv iste'moliga e'tiborli bo'ling. Ya'ni ertalabki saharda siz suvni normada iste'mol qiling va tanangizni suvsizlanishini oldini oling. Ikkinchi narsa, e'tibor berishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa. Bu birinchi 72 soatda sodir bo'luvchi bosh og'rig'i. Bosh og'rig'ining sababi qonda keton tayoqchalarining hosil bo'layotganidir. Ya'ni siz intervalli och qolishni boshlagan paytingizda jigaringiz endi tanadagi zaxira energiyalarini parchalashga o'tadi. Ya'ni qorindagi yig'ilgan yog'larni. Va aynan mana shu yog'larni parchalayotgan paytda keton tayoqchalarining miqdori ko'payib ketadi. Va shu bilan birgalikda keton tayoqchalari sizni boshingizni og'ritib beradi. Shuning uchun birinchi 3 kun ichida siz qiynalasiz. Lekin bu vaqtinchalik. Uchinchi muammo bu holsizlik. Holsizlik bu sizning tanangizdagi energiyani yetmayotganidan kelib chiqadi. Shuningdek, sizni tanangizdagi holsizlikning asosiy manbai bu energiya yetishmovchiligi emas, ovqat yemayotganingiz emas, balki energiyaning juda ham ko'p qismi zaxirada turganligidir. Aynan sizni amaldagi mushaklaringizda glikogen miqdori kam, lekin zaxirada yog'laringiz ko'pligidan. Shuning uchun ham xom semiz odamlar tez charchab qoladi. Bu bilan kimnidir kamsitmoqchi emasmiz. Shunchaki tanangizdagi mushaklarni ko'paytiring va amalda ishlata oladigan quvvatingizni ko'paytirgan bo'lasiz. Eng oxirgi muammoimiz bu ich qotishidir. Ich qotishi suv kamligi va kletchatka miqdorining kamligidan yuzaga keladi. O'shaning uchun boshida aytganim kabi birinchi maslahatimdagidek siz suvni iste'mol qiling. Va bu bilan sizni tanangizda yo'g'on ichagingiz suvni so'rib olgan taqdirda ham axlat qotib qolmaydi. Buni natijasida tabobatda aytiladigan qulanch kasalligi, ya'ni kolit sizni bezovta qilmaydi. Shunga e'tiborli bo'ling. Har Ramazonda trend bo'ladigan og'zocharga 5 minut qoldi degan videoni hammamiz ko'rganmiz va aynan mana shu videoga siz amal qilmang. Ya'ni og'iz ochish paytidagi startni juda ham sekin boshlang. Ya'ni og'zingizni suv va xurmo bilan ochganingizdan keyin sekin kam miqdorda kaloriyani kiritib boring va sizda ixtiyoringizda butun tun mavjud. Lekin butun tun davomida ovqat yeb chiqing degani emas. Eng muhim bizning maslahatimiz va tavsiyamiz. Barcha shifokorlar bu maslahatni beradi. Saharlikni albatta qilishingiz zarur. Shunchaki birinchi boshida aytib o'tganimdek, Ramazon boshlanmasdan oldin ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, hozirdan Ramazonga tayyorgarlik qiling. Chunki Ramazonga oz qoldi. Va birinchi tayyorgarlik uyqudan boshlanadi. Saharlikda uxlab qolmaslik uchun hozirdan vaqtliroq uxlashni yo'lga qo'ying va saharlikni tashlab ketmang. Chunki saharliksiz ro'za tutish bu tanangizni ancha-muncha dushmani hisoblanadi. Saharlikni qanchalik darajada tashlab ketmang va albatta xuddi shu kuchlanishda siz kechki paytdagi kofeinni ham iste'mol qilmang. Chunki kechki paytdagi kofeinni iste'mol qilishingiz kech uxlashingizga va saharlikka uyg'ona olmasligingizga sabab bo'ladi. Bu 4-maslahat, 3-maslahatni qo'llab-quvvatlaydi. Yana bir narsa, suvni o'tirgan holatda bo'lib iste'mol qiling. Chunki suvni bo'lib iste'mol qilganingizda birdan tanangiz shishib ketishi oldi olinadi va ichaklar gidratatsiyasi to'g'ri sodir bo'ladi. Shuning uchun eng muhimi, siz suvni tanangizga birdan kiritish o'rniga sekinlik bilan kiriting. Hattoki suv ichayotganingizda albatta og'iz bo'shlig'ida bir necha daqiqa aylantirib turishingiz ham juda ham foydali.
Bunda sizning so'lak bezlaringiz ham ancha o'ziga suv ola oladi. Buni natijasida tanangiz suvga to'yinadi. Suvga to'yingan tana va suvga to'yinmagan tana orasida ancha muncha farq bor. Shu o'rinda yana bir kichik maslahat. Ertalab siz kreatin monogidratdan iste'mol qilishingiz yoki kechki paytda tarobeh namoziga chiquvchi insonlarga ham tavsiya etiladi. Faqat ushbu tavsiya 18 yoshdan katta va buyragida muammosi bo'lmagan insonlar uchun. Kreatin monogidratni Sport Nutrition do'konidan mana shu raqamlarga murojaat qilib buyurtma qilishingiz mumkin. Endi esa saharlik protokoliga o'tamiz. Saharlikni qanday qilishimiz kerak? Saharlik qilayotganingizda eng muhim qoidani unutmang. Birinchi navbatda suv, ikkinchi navbatda esa oqsil. Oqsil iste'mol qilishingiz shart. Bunga misol qilib biz tuxum, go'sht, qaynatilgan go'sht va shunga o'xshagan oqsilga boy mahsulotlarni keltiramiz. Undan keyin esa sekin uglevodlar, ya'ni grechka, uli yormasi, ya'ni ovsyanka xalq orasida mashhur bo'lgan mahsulotlarni kasha holatida iste'mol qiling. Bu sizga juda ham yaxshi energiya beradi va tanangizni tez uglevodlardan himoya qiladi. Ya'ni tez uglevodlar tanangizda bitta kuchli energiya beradi, lekin energiya taqchilligiga sabab bo'lib qoladi. Shunday bo'lmasligi uchun albatta siz sekin uglevodlardan foydalaning. Eng oxirgi maslahat esa siz kletchatkaga e'tiborli bo'ling. Kletchatka bu pomidor, bodring hamda ko'plab sabzavotlarda bor. Bu sabzavotlarni iste'mol qilganingizda ichak muhiti to'ladi va axlatni chiqib ketishi osonlashadi. Ichak muhiti to'lmas ekan, bizning tanamiz vitaminlarni to'g'ri ajratib ola olmaydi. Shuning uchun kletchatkaga e'tiborli bo'ling. Agar sizda sabzavotlarni iste'mol qilishga imkoniyat bo'lmasa, buning uchun siz psiliumdan foydalanishingiz mumkin. Psiliumni ham Sport Nutrition do'konidan xarid qilishingiz bemalol. Endi iftorlik qilishga to'xtalib o'tamiz. Iftorlik paytida siz kun davomida charchagan hamda ochiqqan holda bo'lasiz. Eng muhimi esa tanangiz suvsizlangan bo'ladi. Buning uchun siz og'iz ochardan keyin albatta sekin-sekin suv iste'mol qiling. Hamda yengil ovqatlar, sho'rva, shunga o'xshagan myusli va kashalarni iste'mol qilsangiz ancha yaxshi. To'g'ri, bunday holatlarda mehmonda bo'ladigan bo'lsangiz, bunday holatlar uchun ham sho'rvalar tavsiya etiladi. Shuning uchun sho'rvalarni iste'mol qiling hamda ko'p miqdorda non iste'mol qilmang. Va ovqatdan darhol keyin suv ichmang. Chunki ovqatdan darhol keyin suv ichish jigar atrofida yog' yig'ilishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari tik turgan holda ham suv ichmang. Buni natijasida oshqozon reflyuksi sodir bo'ladi va qayt qilish jarayonlari ko'plab kuzatiladi. Shuning uchun tavsiyalarimizga qadamma-qadam rioya eting. Eng katta xato bu iftorda poyga o'ynash. Ya'ni hech qachon qo'rqmang. Iftorlik dasturxonida ovqat tugab qolmaydi. Agar sizning rizqingiz bo'lsa, albatta iste'mol qilasiz. Va shuni bilingki, u yerda bo'kib ovqatlanish kerak emas. Yuqorida aytib o'tganimdek, tun uzun va saharlikgacha sizning vaqtingiz bor. Endi esa saharlik, iftorlik protokollarini tushuntirdik. Hamma narsani protokollashtirdi bu bola deyotgan bo'lishingiz mumkin. Yo'q, shunchaki tibbiy jihatdan tavsiyalar bu. Xohlang qiling, sog'lom bo'lasiz, xohlamasangiz qilmang. Shunchaki menga o'xshagan vrachlar huzuriga kelishlaringizga to'g'ri keladi. Xohlang Ramazondan keyin yoki o'sha davrda. Eng oxirgisi bu uyqu rejimi. Uyqu rejimiga qat'iy e'tibor bering. Erkaklarimiz ko'plab holatlarda tarobeh namozlariga chiqishadi va tarobeh namozlarida keyin albatta uygacha piyoda yurib qaytishadi. Bunday holat juda ham yaxshi va shu yurib qaytish davrida siz ekranga bog'lanmang. Telefoningizni ekranini pasaytiring. Hattoki biz shu oxirgi 5 yil orasini qanchalik tez o'tib ketganini bilmay qoldik. Masalan, 2020-yil aynan kechagidek yodimizda, to'g'rimi? Nimagaki bizning miyamizda shu darajada ko'p informatsiya kirib kelyaptiki, oxirgi 5 yil vaqt tezligini sezmay qoldik. Vaqt rostdan ham tezlashdi. Lekin aslida o'sha paytda ham sutkada 24 soat bor edi, hozir ham 24 soat. Lekin bizning vaqtni qabul qilish darajamiz esa o'zgardi. Shuning uchun siz o'zingizni informatsiyadan ehtiyot qiling. Ushbu videoni ko'rib sarflayotgan vaqtingizga esa rozi bo'ling.
Eng oxirida esa boya aytib o'tgan narsalarimdan qaytaraman. Birinchi navbatda siz 5 ta xatoni qilmasligingiz va 5 ta xatoni qilmaslik uchun 7 ta sizga tavsiyalar beraman. Birinchi tavsiya bu sabzavotlarni har kuni qo'shish va ikkinchisi oqsil miqdorini ko'paytirish. Uchinchisi esa bu murakkab uglevodlarni ko'proq iste'mol qilish hamda shirinliklarni asosiy ovqatga aylantirmaslik. Chuqur qovurilgan taomlar, ya'ni o'ta o'tkir darajadagi qovurdoqlarni iste'mol qilmaslik. Beshinchisi kefir va yogurt kabi ko'proq probiotikka boy narsalarni iste'mol qilish. Oltinchisi esa qabziyat bo'lsa, unda kletchatkani ko'proq iste'mol qiling. Buning uchun yuqorida aytib o'tganimizdek, psylliumdan foydalanishingiz mumkin. Endi eng asosiy va nozik nuqtaga to'xtalib o'tamiz. Ko'pchilik Ramazon paytida yoki Ramazondan keyin sport mashg'ulotlarini qilishni xohlaydi. Yo'q, sportni bemalol Ramazon paytida ham qilishingiz mumkin. Faqat ko'p miqdorda terlashdan hamda o'zingizni maksimal charchab qolishdan asrasangiz bo'ladi. Shundagina sizga sport foydali. Sportdan to'xtamang. Shunchaki professionallar hech qachon to'xtamaydi. Faqat moslashishadi. Aynan sportchilarimiz uchun qo'shimcha maslahatlar bu kardioni juda ham cho'zib yubormaslik. Kardio mashqlarni oldin 20 daqiqa qilgan bo'lsangiz, endi 5 daqiqaga qisqartiring. Ya'ni 15 va keyinchalik 10 daqiqagacha tushirishingiz mumkin. 10 daqiqa davomida kardio mashqlarni qilishingiz sizni tanangizda ko'p miqdorda suv yo'qotilmasligini ta'minlaydi. Suv yo'qotilmagandan keyin bemalol mashqlarni bajarishingiz mumkin. Mushak xotirasi degan narsa bor. Mushak xotirasi yo'qolmasligi uchun albatta mashg'ulotlarga borishdan to'xtamang. Hamda bu mavsumda oqsil iste'moliga alohida e'tibor bering. Nimagaki oqsil sizning tanangizga juda ham kerak. Endi eng muhim sportchilarga maslahat berdik, oddiy odamlarga maslahat berdik. Yoshi katta onaxon, otaxonlarimizga kichik tavsiyalarimiz. Bu o'rinda dori ichadigan otaxon, onaxonlarimiz dorilarni qanday iste'mol qilish kerak? Ba'zi bir dorilaringiz ovqatdan oldin iste'mol qilinadi. Shunday holatlarda saharlikdan oldin va ovqatdan keyin iste'mol qilinadiganlarni iftordan keyin iste'mol qiling. Iftordan oldin iste'mol qilinadigan holatlar ham mavjud. Bularni albatta o'zingizni shifokoringiz yoki bo'lmasam farmatsevt ko'rsatmasi bo'yicha qabul qilishingiz kerak. Hamda siz o'zingizni shifokoringiz bilan albatta aloqaga chiqing. Chunki kasal bo'lib uni davolagandan ko'ra, uni oldini olgan ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan foydaliroq. Biz Hayot balansi jamoasi bilan birgalikda ro'za paytida qaysi kasalliklar, qanday ovqatlar iste'mol qilish kerakligini rejasini tuzdik. Va ushbu rejani olishni istasangiz, bizning Telegram kanalimizga a'zo bo'ling. Telegram kanalimizda ushbu checklistni joylashtiramiz va u yerdan siz qog'ozga chiqarib olgan holda qaysi kasalliklarda qanday ovqatlanish tartiboti borligini bilib olasiz. Shuning uchun bizning Telegram kanalimizga obuna bo'ling va u yerdan eng kerakli ma'lumotlarni olasiz. Va qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, yuqoridagi raqamlarga murojaat qiling va siz bemalol bizning Hayot balansi jamoasi bilan professional tarzda ro'zani ajoyib shukuhda o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunday bizning yuqorida aytib o'tgan checklistimizning tarkibini aytib o'taman. Birinchi navbatda checklistimizda diabetlar va prediabet odamlar uchun, ya'ni diabetgacha bo'lgan holatdagi odamlar uchun ko'rsatmalar bor. Ikkinchisi esa bu gipertoniya, ya'ni qon bosimi bilan og'rigan odamlar uchun ko'rsatmalarimiz mavjud. Uchinchisi bu gastrit va oshqozon refluksi bilan bog'liq kasalliklarga chalingan insonlar uchun ko'rsatmalar mavjud. Va to'rtinchisi buyrak kasalliklari, buyrak yetishmovchiligi, oyoqda shish bo'lishlari, bo'g'im kasalliklari bilan og'rigan bemorlarimiz uchun alohida ko'rsatmalar mavjud. Eng oxirgisi esa homilador hamda emizikli ayollarimiz uchun ko'rsatmalar keltiriladi. Homilador va emizikli ayollarimizga ro'za tutishni diniy va dunyoviy tomondan mutaxassislarga murojaat qilishligini tavsiya etaman. Homiladorlarga deyarli ko'rsatma bera olmayman. Emizikli davrda esa bolangiz 1 yoshdan katta bo'lsa, marhamat ro'za tutishingiz mumkin. Lekin o'zingizni yomon his qilsangiz, albatta bunday holatlarda siz qazo ro'zalarni tutib berishingizga to'g'ri keladi. Shunday ekan, bizni kuzatganingiz uchun sizga tashakkur.
va hayot balansi jamoasi mana shu daqiqalar davomida siz bilan birga bo'ldi. Bu video orqasida ozmuncha mehnat yotgani yo'q. Bu mehnatni qadrlagan holatda bu videoni ko'plab yaqinlaringizga tarqatib qo'ying. Hamda like bosishni unutmang. Chunki bu like'ingiz tufayli biz ruhlanamiz. Ro'zada sizlarning duolaringiz orqali bizni juda ham yana boshqacha kuch bilan harakat qilamiz. O'zingizni qiziqtirgan mavzu bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozing va ushbu mavzu haqida sizga eng yaxshi maslahatlarni chiqarishga harakat qilamiz. Siz bilan doktor Husniddin Roziqov va Hayot balansi jamoasi orqasida juda katta mehnat qilayotgan insonlar turibdi.